kostyum shim va kostyum yubkalarimiz joylashgan aynan bu qatorimizda juda ham chiroyli qizlar. Hammasi 2026-yilli novinka modellari hisoblanadi. Eskirib qolgan, nima deydi, ko'zga unaqa yoqimli bo'lmagan tovar emasdi. Hammasi bir-biridan chiroyli. Prям bunisini tanlasa, bunisini olgisi keladi odam, bunisini tanlasa, bunisini olgisi kelgan. Qaranglar. Tepadagilarimiz, qaranglar, xohlasanglar yubkali variantda kelgan, xohlasanglar shimli variantda kelgan. Ko'ryapsizlarmi? Yubka sevar klientlarimiz yubkalisini, shim sevar klientlarimiz shimli variantlaridan olsanglar bo'lar ekan. Bu yerda bunaqa modellarimiz ham bor. Hammasi chiroyli, kiyganinglarda bor. Shunaqa asal qiz bo'lib qolasizlar. Kostyum shim sevmaydiganlar ham prям bularni sevdi-da qizlar. Shaxsan men shunaqa bo'ldim. Kostyum shimli, kostyum yubkalar u darajada yoqtirmas edim. Lekin bu modellarni ko'rib prям hammasini sevyapman. Razmerlar agar menga to'g'ri kelganda olardim. Hozir homilador holatim to'g'ri kelmaydi.